Yo'l qoidalariga keladigan bo'lsak, oydan oyga, yildan yilga mashinalar ko'payyapti. Mashinalar ko'paydi, ammo odamgarchilik ozaydi. Odob axloq ozaydi. Yaxshi mashinalar ko'paydi, qimmat mashinalar ko'paydi, lekin odamlarni bir-birlarini oldida qadri arzonlashib ketdi. Din islom hech bir masalani chetda qoldirmadi. Bugungi kunda qanaqa texnologiya rivojlanib, qanaqa masala chiqayotgan bo'lsa, unga islom dinining reaksiyasi bor. Musulmon odam telefon ishlatish haqida payg'ambarimiz davrida bo'lganmi? Bo'lmagan. Lekin ijtimoiy odoblar Hazratni Shayx Muhammad Yusufning Ijtimoiy odoblar degan kitobida telefon ishlatish odobi bor. SMS yozish odobi bor. Zvonok qilish odobi bor. Telefonga javob berish odobi bor. Da demasdan labbay. Telefon qilgan odamning odobi telefon qilib o'zini tanishtirish odobi. Tanimayapsizmi? Tanimay qoldingiz-da. Shunaqasiz-da qilib u yarim minut vaqtingni oladi. Bu barcha odoblar. Namoz ichida telefon jiringlasa nima qilish kerak? Tualetga telefon bilan kirsa nima bo'ladi? Bugun meditsina mana endi tualetda o'tirib telefon kavlashning zararlarini endi topdi. Bu beadablik deb islom aytdi. Tualetga telefon bilan kirma deb. Afsuski bugungi kunda yo'lda urush, talash ko'paydi. Yo'ldagi urush, talash shu darajadaki shapla o'ldirib qo'yapti bir-birini. Shundoq pichoq tiqyapti, shunday atverkan tiqyapti, o'ldirib qo'yapti. Biri banisaga ketyapti, biri militsiyaga ketyapti. Biri militsiyaga ketyapti, biri go'rga ketyapti. Buni minbarlarda kerak bo'lsa har oy gapiradigan tema bo'lib qoldi. Ikkovi namoz o'qiydi. Yana kamida ikkov borib umrada tavba qilib kelgan. Endi janjallashmayman deb kelgan. Yo'q, lekin mashinada o'tirganda, rulda o'tirganda esdan chiqib qoladi. Bu hozirgi tushunarli til bilan aytganda DTP deymiz. Buni sabablari nima? Sabablari manmanlik, mutakabbirlik. Men yuraman, men o'taman. Sen kim bo'lsan? ga o'xshagan narsalarni sabrsizlikni, odobsizlikni oqibatida mana shunaqa balolar ko'paydi. Islomda odob, axloq bu iymonning o'zagi, tomiri. Rulda yurarkan, ko'chada yurarkan yo'l berib qo'yish yoki o'tkazib qo'yish bu u shofyorni uydagi odobining namunasi. Ko'chada rulda qanaqa yurgan bo'lsa, qanaqa beadablik qilib yurgan bo'lsa, demak uni uydagi holat shunaqa. Uydagi tartib, tarbiya shunday. Ota-onasini tarbiyasi ko'chada bolani yurish-turishida ko'rinib turadi. Biz hali quda andachilik masalasida esinglarda bo'lsa gaplashganmiz. Qiz kelin bo'lib bir uyga borganda 18 yil ota-onasini uyda olgan tarbiyasini, ta'limini, odob axloqini u uyga borib qo'yib beradi deganmiz. Rulda yurganda, ko'chada yurganda, mashinada yurgandagi shofyorlar u uydagi olgan tarbiyasini ko'rsatadi ko'chada. O'tib ketaversin. Kattalarda bir gapi bor, gapiraman deganga gapni ber, yuraman deganga yo'lni ber deydi. Insonni yuragiga ham maza qilaradi. O'sha ikkitasini tortishayotganda shab to'rimizni bosib turib o'ting deng, o'zingiz maza qilarasiz. Ichki dunyoingiz rohatlanib ketadi. To'g'rimi? Qisib o'tgandan keyin maza qildim demaysiz, ichingiz g'ashlanadi, o'sha bitta dog' tushadi yurakka. U keyin bo'lyapti-da. O'sha momentdagi yo'l berib qo'yish, kechirib qo'yish bu katta balolarni oldini oladi. Ko'p pushaymonlikka olib boradi bu shoshqaloqlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda sizlarning eng yaxshilaringiz odob, axloqi go'zal bo'lganlaringiz dedi. Eng yaxshisi bo'lishni xohlaymizmi? Do'stlarning ichida, jo'ralarning ichida, qavmda eng yaxshi bo'lish bu odob, axloqi go'zallari. Yo'lda manmansirashlik, kibr, g'azablanishlik odamlarning katta gunohlarga sabab bo'lishlikka olib kelyapti. Ya'ni gunoh kabiralarining ichida 7 talikka kiradigan katta gunoh bor. Bu odam o'ldirish.
o'sha yo'lda ketayotganda, ro'lda ketayotganda odob axloqsizlik qilib, beadablik qilib qo'ygan bitta harakat, bir sekundlik harakat umr bo'yi pushaymon bo'lishlikka olib boradi. Odam o'ldirishga, qotil deb peshonasiga muhrlanishlikka sabab bo'ladi. Amal daftariga qotil deb yozilishlikka sabab bo'ladi. Bu yerda ko'p masala bor. O'sha ikkita rulda o'tirgan odamni gapiradigan bo'lsak, yo'lda o'tadiganlar ham bor. Bu hali zebradan o'tadigan bor. Xuddi u yo'lni sotib olgandaqa. Telefon chiqolab sekin o'tadi. Meni yo'limda deb. Buni ham deb qarasangiz uydagi odobi shuda. Sal tezlashib qo'y, bu odam ehtimol darsga shoshayotgandir, bansaga shoshayotgandir, ishga shoshayotgandir. Ya, unaqa emas, sekin o'tadi-da. Bularning hammasi uydagi odob axloq. Ota-onadan olgan tarbiya o'sha. O'sha meni yo'lim deb o'tadi. Anarigi shofir odob axloqli shofir bo'lsa, istig'for aytib sabr qilib turadi. Odob axloqi yo'q bo'lsa, so'kadi, la'nat aytadi. Ezilmay o'lgur deydi. La'nat olasiz. Odamlardan la'nat olish, odamlardan qarg'ish olish nimaga olib boradi sizni, bizni? Yana bir boshqa hadislarida payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom kuchli odam kim? Kuchli odam kurashganda yengan odam emas. Kuchli odam g'azabi kelganda g'azabini yengan odam dedilar. Bu eng katta masala. Siz o'zingizni shunda sinab ko'ring. Ichki dunyo toza bo'lish kerak. Ichki madaniyat, dunyo qarash toza bo'lishlik kerak. Har kuni uyda 5 minut yetadi. 5 minut ovqatdan keyin ota-ona bola bilan o'tirib odob haqida gaplashish kerak. Bola sizni qo'lingizda nimani ko'ryapti? Har kuni telefonni ko'radi. Bola sizni qo'lingizda nimani ko'radi? Har kuni pultni ko'radi. Lekin 5 minut yetadi. 15 minut yarim soatdan ko'p. 5 minutdan. Kattalarni hurmatlash, ko'chada tupurmaslik. Yosh bolalarga har birini o'zini holatiga qarab, 1-sinfga nima dars o'tasiz? 10-sinfga nima dars o'tasiz? Xuddi shunday. Yosh bolalarga nimani o'rgatamiz? Shoxchalarni sindirma, devorlarga chizma. Sal kattalab qolgandan keyin mashina olding, bolam, mashinang yaxshilikka xizmat qilsin. Shoshayotganga yo'lni berib qo'y. Mashinangni aynagidan musor irg'itma. Mumkin emas joyga to'xtatib odamlarni qarg'ishini olma. Chiyillatib yurma. Baland muzika qo'yib yurma. Odamlarni qisma. 5 minutdan yelkamizdan soqit qilib qo'yaylik. Tarbiyani beraveraylik yo'g'i Allohdan. Bizning ishimiz yo'q. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir hadislarda har bir yaxshilik sadaqadir dedilar. Yo'l qoidasini saqlash, umrni saqlash. O'zingizni umringizni saqlaysiz. Narigi shopirning umrini saqlaysiz. Yo'ldan o'tayotgan odamning umrini saqlaysiz. Ofati balo, falokatdan bir umr pushaymon bo'lishdan, bir umr vijdon qiynalishdan qars etib urdingiz. Bir umr vijdon qiynaladi. Dog' qoladi bu yerda. Asabga ta'sir qiladi. Bitta kasal oshirasiz. To'g'rimi? Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va la tulqu bi aydikum ila tahluka" deydi. Ya'ni o'zingizlarni o'zingizlar halokatga olib bormanglar, halokatga tashlamanglar. "Va man ahyaha faka'annama ahyan-nasa jami'a." Kim bir odamga hayot bersa deyapti. Ya'ni kim bir odamning umrini saqlasa deyapti Alloh taolo Qur'onda, oyatda. Barcha odamlarning umrini saqlabdi deydi. O'shaligi ba'zi bir beadablar bor, streshni chiqib keladi qarama-qarshi yo'ldan. U o'zi uchun javob beradi. Allohning oldida ham, qonunning oldida ham. Musulmon odamni odobi qanaqa bo'ladi? Ba'zi shopirlar bor, prinsipga turib o'shani olib borib taqab o'zini ham, uni ham halokatga tiqadi. U o'zi javob beradigan joyda. Lekin chiqib bo'ldi-da streshni. Siz bilan bizdagi odob nima? Sal gazni tashaymizda, chekalaymiz, o'tib ketsin endi. Nima demadingiz? O'zingiz meni yo'limda deb borasiz, kelib lopma-lop soladi. Siz ham yo'qsiz, u ham yo'qda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga yo'lda o'tirmanglar dedi. Yo'lda o'tirishdan qaytardi. Ey Allohning rasuli, biz bunga majburmiz dedi. Unday bo'ladigan bo'lsa, haqqini berib o'tiringlar dedi. Ko'chani haqqi nima dedi? Ko'chani haqqi
ko'zlaringni haromdan tiy. Birovni xotinlaridan, qizlaridan, kelinlaridan, har kimda, kimning mashinasi qadan opti, bema'ni behuda turishlardan. Ko'zingni tiygin dedi. Salomga alik olgin. Yo'lini topolmay qolgan odamga yo'lini ko'rsatib qo'ygin. Yaxshilikka chaqirgin, yomonlikdan qaytargin. Unday bo'lsa turgin, bo'lmasam ko'chada turma dedilar. Avtoshkolaga borib qanday o'qiyotgan bo'lsangiz, masjid imomiga kelib, ulovda yurish odobi qanaqa bo'ladi deb avtoshkolada o'qitadigan odam o'sha dunyoviy standart bo'yicha o'qitsa, domlaga borib, men mashina minmoqchiman, shariatda mashinada yurishning odoblari bormi? Mashina olishdagi niyat qanaqa bo'lish kerak? Mashinada o'tirganda duosi bormi? Ha, bor. Eshikni ochasan, o'tirasan, bismillahirrohmanirrohim. Subhanallazi sakhkhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun. Endi zavat qilasan, keyin sekin solib niyat to'g'rilab sekin chiqasan. Bu odoblarni masjidga borib o'rganinglar, sho'pirlar. Alloh taolo sizlarga bu temir tulporni berdi. Buni shukronasi nima? Uzog'ingizni yaqin qilyapti, og'iringizni yengil qilyapti, oilangizga xizmat qilyapti. Ha? Buni odobi bor. Uni ibodatga aylantirsa bo'ladi. Ko'chada yurganda kerilmasdan yurishlik, chiyillatib odamlar riyat deydi. Haligi eshitib qolamiz. Ba'zi sho'pirlar deb to'xtaganda odamlarda refleks o'z-o'zidan og'izdan chiqadigan bitta gap bor, bilasizmi? Sol deydi. Eshitganmisiz? Men juda ko'p e'tibor berganman-da, deydi. U qa'da qiqillaganini hali eshitma, ko'rmasdan turib sol deydi-da. Bu qarg'ish bu. Qayerdan chiqdi bu birdan? U yurakda. Cho'michni qozonga shunday solsangiz, qozonda bor narsa chiqadi. Odamdan birdan chiqayotgan narsa yuragidagi tarbiya chiqadi. Sol deyapti-da. Bu ham o'sha tarbiyasi. Va unga qarg'ish. Chiyillatib ketsa yana qarg'aydi. Biz eldan tanimagandan duo olishimiz kerak. La'nat olmasligimiz kerak. Qarg'ish olmasligimiz kerak.